Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barlik qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barakati bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. 26-cho'ng gunoh zulm qilish. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Xalqning melini yevilish, zo'rlab elilish, insonlarni urush, tillash, mazlumlarning haqqiga tajovuz qilish va ularga o'val qilish zulm hisoblanadi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Ya'ni sura İbrahimning 42-oyatidan 45-oyatigacha zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagan. Alloh ularni jazolashni shu kunning dashtidan ko'zlar chaqchib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular başlarını götürüp alı qarab çapıdı, gözleri içilip qoladi. Teğer qılganlıqdan dilleri aql idrakdan xoli bo'lib qoladi. Ey Muhammed, kişilerini yani kuffarlarını azap keladigan kun, yani qiyomat kundan ogohlantirgan. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, yani dunyoga qaytirgan, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga agishayli deydi. Ularga sizlar ilgiri biz hergiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi, ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin bitmaganlarning ahvolini bayon qildik deydi. Buningda nurg'un masalalar bayon qilyapti. Bu Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karim qarindoshlar, zolimlarning qilmishidan Allohni xabarsiz deb o'ylab qolma. Jazolashni bu dunyoda emas, qiyomatga kechiktirdik, qiyomat kuni jazolaymiz deydi. Shuningga bu dunyoda qilgan ishdan jazo kelmagachga xotirjam yuravergan bilan bo'lmaydi qarindoshlar. Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Qiyomat kuni qancha og'ir jazo kelganligi bu yerda bayon qilinadi. Undan boshqa yana bir masala, bu yerda shu jazoga uchraydigan qavm bizga bir qisqa muhlat bergan, dunyoga qaytirgan, biz da'vatini qabul qilayli, payg'ambarlarga agishayli deb buni aniq Allohga nido qildi. Payg'ambarlarga agishayli deb aniq nido qildi. Hozir aramizda payg'ambarning hadislarini, sunnatlarini inkor qilgan odam ko'payadi. İnkor qilgan odam ko'payadi. Ammo qiyomat kuni bu Qur'on Karimda aniq da'vatidi. Qiyomat kuni bizni bir qitim yana dunyoga qaytirsang, biz da'vatini qabul qilib payg'ambarlarga agishaylik deydi. Shunaqa qarindoshlar, biz hadislarni, sahih hadislarni o'zimizga mujassamlashimiz kerak. Uningdagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga amal qilishimiz kerak. U yer kichikina o'zimizniki bir qo'shig'imizning to'yib qolganiga qinimizga patmay, ishtaga patmay yurib payg'ambarning ko'rsatmalarini ko'zga ilmay yursak, qiyomat kuni ash kuni qolamiz. Shunaqa diqqat qilish kerak. Diqqat qilmay Allohdan qo'rqmay bo'lmaydi. Allohdan qo'rqmayotgan bu dunyoda jazo kelmadi deb qiyomatni o'ylamayotganlar qilyapti bu ishni. Ammo 5 kun keladi, o'lmaydigan inson yo'q. O'lgandan keyin qabr azobidan boshlab bu bütün qilganlari birma-bir bundan buloq bo'ladi degan gap. Alloh taolo yana mundaq deydi. Ayblanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan odamlardir. Sura Shura 42-oyat. Onun boshqa yana zulm qilguvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi deydi. Sura Shuara 227-oyat. Mana bu surlarda zulm qiladiganlarningki qandoq bo'ladiganligi
qanday bo'ldi, qiyomat qanday azob qoldiganligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislariga amal qilmay boshqalarga zulm qilgan, boshqalarning narsasini egallab olgan, boshqalarning haqlariga tajovuz qilganlarniki qiyomat kuni yag'ir kuni qoldiganligi bayon qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh zolimga muhlat berdi. Jazolaganda hargiz bo'sh qo'yatmaydi deydi. Birlikka hadis. Bu yerda aniq Alloh zolimga muhlat berdi. Muhlat mana qiyomatgacha muhlat. Zolimlikni yenib, Alloh tövbe qilib, ikkinchi qatam shu zolimlik, shu gunohlarni qilmaslikqa va'da berib, haq yo'lda bo'lsa, Alloh taolo kechirdi. Ammo undoq bo'lmaydi ekan, qiyomat kuni ko'rgan kun boshqacha bo'ladi. Hargizmi unga kelgan jazoni hargizmi bo'sh tatmaydi dedi. Onda yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyin bu oyatni o'qidi. Parvardigorim zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir deydi. Sura Hud 102-oyat. Payg'ambar alayhisalom yuqoridagi hadisni so'zlab bo'lgandan keyin bu oyatni o'qigan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday degan: "Qandoq bir kishi biror birodarining obro'yiga yoki meliga ziyon yetkazib, uniga uvol qilgan bo'lsa, tilla va tanga ishlamaydigan qiyomat kuni kelishdan burun, ya'ni bu dunyoda rozilikni ilib olsin. Agar rozilashmagan bo'lsa, zolimning solih amali salgan zulmiga tushliq ilinib mazlumga beriladi. Agar zolimning solih amali bo'lmasa, mazlumning gunohlari ilinib zolimga yuklandi." Imom Buxoriy, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Mana bundan biror birodarning obro'yiga daxl daraj yetkazgan bo'lsa yoki meliq ziyon solgan bo'lsa, bu dunyoda undan rozilik olsin. Agar rozilik olmasa, qiyomat kuni qilgan yaxshi amallar bo'lsa, unga ep beriladi. Agar yaxshi amal bo'lmasa, ziyon uchiruvchiniki gunohlari buning ustiga yuklandi deb aniq bayon qilyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisi Quddusida Alloh taoloning bundoq deganligini rivoyat qildi. "Ey bandalarim, men zulm qilishni o'z nafsimga harom qildim. Uni sizlarning oranglardami harom qildim. Shundoq ekan bir-biringlarga zulm qilmanglar." Imom Muslim, Imom Ahmad rivoyat qilgan. Alloh taolo bandalarga zulm qilishni o'ziga harom qildi. Bizning oramizdami bir-birimizga zulm qilishni harom qildi. Shuningga Alloh taolo aniq buyuryapti, bir-biringlarga zulm qilmanglar deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey sahobilarim, muflis munqarz bo'g'ichi kim bilamsizlar?" deb so'ragan edi. Sahobalar: "Albatta, ey Allohning payg'ambari, biz puli va mali dunyosi qolmagan kishini muflis deymiz" dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ümmetim ichidagi muflis dunyoda buni tillaganligi, uning melini ilib olganligi, uning obro'yini to'kkanligi, mavini urganligi, boshqa birining qinini to'kkanligi uchun yaxshiliklarning savobi o kishilarga ilib berilgan. Agar ustidagi zulm tugashdan burun yaxshiliklarning savobi tugab qolsa, ularning gunohlari ilinib uning ustiga yuklangan. Ondan do'zaxga tashlangan kishi muflisdir dedi. Imom Muslim, Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu hadisning hammasi sahih hadis kitoblaridan ilingan bo'lib, yuqorida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir turkum kishilar Alloh taolaning melini nahaq buzib chachidi. Ular qiyomat kuni do'zaxga kiradi. Imom Buxoriy, Imom Ahmad rivoyat qilgan degan hadisi naql qilingan edi. Ya'ni bular mol dunyoni mening melim deb buzib chachadigan. Chunki bizga berilgan mol dunyo Alloh taolaning meli, Alloh taolaning mol dunyosi hamma narsa Allohning bo'ladi. Uni mening deb xalqancha buzib chachish bu ig'ir gunoh bo'lib, bu qiyomat kuni do'zax kirdi dedi. Mana bu hadisni naql qilgan bo'lib,
Onun yana biri Muaz ibn Cebel radhiyallohu anhu Yemenga avatilganda mazlumning duosidan saqlangan, chunki uning duosi bilan Alloh orasida hech qanday farqi yo'q deganligi naql qilingan. İmam Buxoriy, Abu Davud, Tirmizi va Duruqutni rivoyat qilgan. Demak, bu qatorliq zulmlardan saqlanish intayin muhim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana mundaq degan, kimki bir g'erish chaqliq zaminni zulm bilan nahaq ilib olsa, qiyomat kuni uningga 7 qat zamin taqaq qilib selinadi. Birlikka gaydiz. Boshqalarning naslini egallab olsa, qiyomat kuni ig'ir gunoh bo'lganligini bayon qilinadi. Ondan boshqa xotin kishining mehri haqqi, nafaqasi va kiyim-kechikni to'liq bermaslikmi zulm bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qarzini o'tashga imkoni bor kishining uni o'tashni kechiktirishi zulmdir. Shuna uning ustidan shikoyat qilish va uni so'lab qo'yish halol bo'ladi degan hadisning ichiga kiradi. Abu Davud, Nasai, Ibn Majah va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Shuningga ayol kishining mehr haqqini, nafaqasini, kiyim-kechaklarini to'liq berish kerak. Nurg'un hozir jamiyatimizdagi nurg'un insonlar kundalik anglayotimiz, ayol kishiningki mehr haqqini, nafaqalarini bermayotgan, onu xo'rlayotgan, zulm qilayotgan ishlar intayin ko'p. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qiyomat kuni bir yoki ayol qo'lidan yetaklanib butun xaloyiqning oldiga elib kelinadi va bu palonchining bolasi palonchidir. Kimning uningda ilishi bo'z kason deb nido qilinadi. Dadisidan yoki qarindishidan va yoki eridan ilishi bor ayol bu ovozni anglab xo'shal bo'lib ketadi degan. Ondan Alloh taolaninki Sura Mu'minning 101-oyatini, ya'ni sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi degan oyatni o'qigan. Mana bu yerda qiyomat kuniga sur chilinganda ularning orasidagi tuqqanchilikni qarmay tashlab qo'yib, bir-birining ahvolini so'rmay o'zininki hisobotini berishga ma'noda. Mana shunday paytda mana haqqing bor odam kel desa, har qanday qarindosh bo'lsa-mu mening haqqim bor deb keladi demoqchi bu yerda. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zini davom qilib mundaq degan: Alloh taolo bandasidan o'zining haqqini xohlagancha apo qiladi, ammo insonlarning haqqidan hech narsani apo qilmaydi. Alloh taolo bandini xaloyiqning oldiga chiqaradi. Haq egalariga kelinglar, haqqinglarni ilinglar deydi. Ondan farishtalarga uning savoblik amallaridan ilib her bir haq egisiga haqqiga tushliq beringlar deydi. Agar boshqalarning haqqini yavolg'uchi Allohning do'sti bo'lib, haq egalari haqlarini olgandan keyin uning zarrachoqlik yaxshiligi ishib qolsa, Alloh o'z fazli karami bilan uni qatma-qat ko'paytiradi. Shuning bilan uni jannatga soladi. Agar u badbaxt kishi bo'lib, Alloh uningga o'z fazli karimdan hech narsa bermaydi. Farishtalar: "Ey Rabbim, buning yaxshiliklar qolmadi, ammo haqqini oladigan kishilar texi tugimidi" deydi. Alloh taolo: "Undaq bo'lsa, haq egalarining gunohlaridan ilib, uning gunohlarining ustiga yuklanglar" deydi. Ondan u jahannamga tashlandi. Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Buni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuqorida bayon qilingan bir hadisi tasdiqlaydi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda: "Ey sahobalarim, muflis degan kim bilamsizlar?" deb so'ragan va buning javobida ummatim ichidagi muflis qiyomat kuni namoz, zakot, ro'za qatorli ibodatlar bilan kelgan bo'lib, ammo dunyoda
buni tillaganligi, uni urganligi, uning melini ilib olganligi uchun yaxshiliklarning savobi u kishiga ilib berilgan. Agar ustidagi zulm tugashdan burun yaxshiliklarning savobi tugab qolsa, ularning gunohlari ilinib, uning ustiga yuklangan, ondan do'zaxga tashlangan kishidir degan Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Shuningga qarindoshlar, qattiq diqqat qilishimiz kerak. Boshqalarningki izzat obro'yini to'kish, boshqalarga zulm silishdan, boshqalarning meni egallab olishdan saqlanishimiz kerak. Alloh taolo barliq qarindoshlarimizga hidoyat qilsin, barliq qarindoshlarimizni yomon yo'ldan to'sib, haq yo'lda mustahkam turadigan mo'minalarni qilsin, darslarimizni manfaatli qilib bersin.